Najot izlab turmushga chiqqan, ajrashgan va yolg'izlikka intilgan Nasiba Abdullayeva necha yoshda? Kanalimizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. San'atkor bo'lishni faqat otasi qo'llab-quvvatlagan, bolaligidan musiqaga qiziqqan va hali 20 yoshga to'lmay turib, bir qancha davlatlarda tanilib ulgurgan Nasiba Abdullayeva 15-noyabr kuni 64 yoshni qarshiladi. Xonandaning otasi Meklik Yormuhammedovning kelib chiqishi Eroniy xalqlarga, onasi Xolchuchuk Halimqul va tojik millatiga mansub ayol bo'lgan. Ular 7 farzandni dunyoga keltirib, tarbiyalashgan. O'zbekiston va Ozarbayjon xalq artisti Nasiba Abdullayevaning tavallud kuni munosabati bilan uning hayoti va ijodiy faoliyatiga nazar solamiz. Millatingiz nima? Ozarbayjonlikmisiz degan savolni ko'p berishadi. Aslida insonning hayotida millat u qadar muhim ahamiyatga ega emas. Chunki inson qayerda tug'ilgan va tarbiyalangan bo'lsa, baribir o'sha yerda moslashib ketadi. Hatto slavyan bo'la turib ham O'zbekistonda tug'ilgan bolalar o'zbek bo'lib ulg'ayganiga guvoh bo'lganman. 10-sinfni yakunlab pasport olishga borganimda millati degan joyga o'zbek deb yozishgan. Oilada 7 farzandning kenjasi bo'lganim uchun ham erkatoy edim. Onamning muhabbatini his qilib tursam-da, atrofimdagi tashvishlarning ko'prog'i otamning zimmasida ekanini ko'rib ulg'aydim. Men ko'ngildagi hamma orzu-niyatlarimni ochiq ayta olar, ular esa amalga oshirishga hamisha tayyor turishardi. Orzularim boshqa qizlarnikiga o'xshab, falon ko'ylakni yoki o'yinchoqni olib bering emas, balki musiqa tugariga borgim kelyapti, akordeon olib bering deganga o'xshash edi, deydi Nasiba Abdullayeva. Xonanda tabiatan qizlar bilan unchalik til topisha olmagani va qiziqishlari ham o'g'il bolalarga xos bo'lganligi haqida so'zlab berdi. Do'stlarimning ko'pchiligi o'g'il bolalar bo'lgan. Ular bilan birga yugurish, velosiped uchishni yaxshi ko'rardim. Hatto gapimiz bir-birimizga mos kelmasa mushtlashib ham ketardik. Shunday bo'lsa-da, maktabdagi eng a'lochi o'quvchilardan biri edim. 10-sinfga qadar faqat a'lo baholarda o'qiganman, deydi xonanda. Nasibaning san'atga qiziqishi va kuylash qobiliyatini ko'rgan dadasi uni qo'llab-quvvatlab musiqa to'garagiga olib bordi. San'atkor bo'lishim kerakligini bilgan va bunga ishongan faqat otam bo'lgan. Akalarim san'atkor bo'lishimga biroz qarshilik qilishgan. Faqatgina dadam men tomon edi. Shunday vaziyat ham bo'lganki, dadam rahmatli qizning otasi menman, tirik ekanman, uning tarbiyasi ham, yurish-turish ham hammasi mening bo'ynimda. Shuning uchun gapirmanglar. Unga o'zim oq fotiha berganman, san'at yo'lidan ketadi degan. Musiqaga faqat qiziqish va qo'shiqlarni o'zingcha o'rganib, ijro etishni o'zi yetarli emasligini ham dadam juda yaxshi tushungani bois doim qo'llab-quvvatlagan. Meni Samarqand ofitserlar uyi qoshida joylashgan harbiylarning farzandlari uchun mo'ljallangan musiqa studiyasiga o'qishga joylashtirgan. Ro'zg'or yuki dadamning bo'ynida bo'lgani uchun sahardan to qosh qarayguncha ishlashga majbur edi. Ammo hamisha men uchun vaqt topardi. Yoz jaziramasida ham, qish qahratonida ham studiyaga olib borib kelishga vaqt topardi, deydi Nasiba Abdullayeva intervyularning birida. U paytlarda oliy o'quv yurtlari juda kam edi. Imtiyozli attestatni qo'lga kiritgan Nasiba Abdullayevaga Samarqanddagi arxitektura institutiga hujjat topshirishni maslahat berishadi. Chunki bu institut uning uyiga ancha yaqin edi. Institut xodimlari uyingiz oliy o'quv yurtiga yaqin ekan, sizni kechki bo'limga o'qishga qabul qilamiz degandi. Maktabda 10 yil davomida faqat a'lo baholarga o'qiganman. Nima uchun institutda kechki bo'limda o'qishim kerak deb hujjatlarimni qaytarib olganman. Musiqiy studiyaning diplomi bilan maktabga ishga joylashganman, deydi Nasiba Abdullayeva. Nasiba Abdullayevaning ovozidagi nazokatni payqash unchalik qiyin emasdi. Botir Zokirov ham 18 yoshli Nasibaning qobiliyatini yuksak baholaydi va kun kelib u mashhur san'atkor bo'lishi haqida aytadi. 1980-yil O'zbekistonda Ozarbayjon madaniyati va san'ati kunlari o'tkazildi. O'sha paytda 18 yoshda edim. Samarqand filarmoniyasida ishlardim. Meni Ozarbayjondan kelgan orkestr bilan qo'shiq ijro etish uchun Toshkentga taklif etishdi. Konsert dasturiga tayyorgarlik ko'rayotgan vaqtimda eshikni qiya ochgan holatda kimdir meni eshitayotganini sezdim. Darrov o'sha tomonga ko'z yugurtirib, eshik oldida turgan odamni tanigach, oyog'imning uchigacha muzlab ketganman rosti. Sababi buyuk san'atkor Botir Zokirov eshikni ochib, meni tinglab kuzatayotgan ekan. Repetitsiya tugaganidan so'ng biz foyeda ko'rishib qoldik. O'shanda ular tog' bulog'idek toza ovozing bor ekan, ovozingni asragin. Eng muhimi yoshgina qizcha ekansan, hozirgi ma'sumiyatingni, kamtarligingni va san'atga muhabbatingni asragin degan edi. Botir akamning bu so'zlari har doim quloqlarim ostida jaranglaydi. Keyinchalik Botir aka ukasi Farruh Zokirovga agar hech kim xalaqit bermasa, o'z ustida ishlashni tashlab qo'ymasa, u qizcha san'at olamida uzoqqa boradi. O'sha kunlarni men ko'rarmikanman degan ekan.
deydi Nasiba Abdullayeva. Nasiba Abdullayeva karyerasida juda erta muvaffaqiyatga erishadi. 18 yoshda uni butun Markaziy Osiyo davlatlari taniydi. Ko'plab gastrol safarlarga taklif qilishadi. Ammo o'sha davr san'atining yozilmagan qoidasi bor edi. Ya'ni tezroq turmushga chiqib, oilali bo'lmasa odamlarning u haqidagi tasavvurlari yomon bo'ladi. Shu bois xonanda 18 yoshida ozarbayjonlik gitarachi Eldor Abdullayevga turmushga chiqadi. O'shanda shunaqa yoshda edimki, men uchun insonni juda yaxshi bilib bilmasligim 2, 5, 10 o'rinda edi. 18-19 yoshda u insonning kimligi, qanaqaligini o'ylaydigan aql idrokimiz bo'lmaydi. Bu inson senga bugun qanchalik kerak va bu insonning yonida o'zingni qanchalik baxtli his qilyapsan degan savollar birinchi o'rinda turadi. Menimcha hammada shunaqa bo'lsa kerak. San'atga kirib borganim yaqinlarim orasida ham har xil munosabatlarga sabab bo'lgani uchun va u munosabatlar ba'zan shunchalik chuqurlashib borar ediki, haqiqatan juda ko'ngilni og'ritadigan darajada kelardi. Oila qurishimga birinchi sabab turmush o'rtog'imga nisbatan yoshlikda mehr qo'yganim bo'lsa, ikkinchi sabab yaqinlarimni menga bo'lgan negativ munosabatga chek qo'yish edi. Shuning uchun oila qurish taklifi kelganida u yoq bu yoqni unchalik o'ylamasdan javob berganman. Shundan keyin mana oilali bo'ldi. Bizning zimmamizdan mas'uliyat ketdi. Endi singlimiz uchun xotirjam bo'lsak bo'ladi degan fikrga borishadi. Hammaning ko'ngli tinchiydi deb o'ylaganman. Lekin o'shanda dadam turmushga chiqishimni xohlamagan. San'atkor bo'laman, orzularim bor degan eding. Menga boshqa gaplarni gapirding. Endi nimaga shoshilib turmushga chiqish yo'lini tanlading degan. Ammo dadam qarorimga hurmat bilan yondashib javob bergan deydi san'atkor. Nasiba Abdullayeva 1981-yil to'ng'ich o'g'lini Anvarni, 6 yildan so'ng kichik o'g'li Akbarni dunyoga keltiradi. U o'sha paytda ham shaxsiy hayoti haqida gapirishni istamasdi. Shu kungacha 20 yillik turmushining buzilish sabablarini ham ochiqlamagan. Har bir insonning o'z tanlovi bor. Men sirli bo'lishga intilmayman, shunchaki shaxsiyatni ochish tabiatan menga begona. Nafaqat ijodda, hayotda ham shundayman, deydi xonanda. Hayotimda yolg'izlikka intilgan paytlarim bo'ldi. Dardlarimga darmonni shundan qidirib, shundan topdim. Lekin tabiatan yolg'izlikni sevadigan, faqat unga intiladigan odam emasman. Doim odamlar bilan bo'lishga, atrofimda men sevgan, meni tushunadigan insonlar bo'lishga harakat qilaman. Baxtimni o'zim yarata oldim nazarimda. Baxtim tomon qadam qo'yish uchun o'zimda kuch topa oldim. Oldimda bir nechta yo'l bor edi. Ko'pchilikka o'xshab bolalarim baxtli, sog' bo'lsa bo'ldi deyishim mumkin edi. Ammo ular baxtli, saodatli bo'lishi uchun o'zim baxtsiz bo'lishim kerak degan shart turadimi? Yoki men baxtli bo'lsam, bolalarim baxtsiz bo'ladimi? Yoki inson o'zi baxtli bo'lgan taqdirda birovni baxtsiz qilgan bo'ladimi? Nega inson bir vaqtning o'zida o'zi ham baxtli, yaxshi ona, bolalari ham xursand bo'lishi mumkin emas? Nima uchun shu narsalarni birga qabul qila olmaymizmi? Agar intilsak hammasi bo'lishi mumkin, deydi Nasiba Abdullayeva. San'at olamidan juda kamdan kam insonlar do'st sifatida uyimga kelib ketadi. Uyimga kirishga botinishmaydi-yu, ammo shogird sifatida uyimga gul ko'tarib keladiganlar juda ko'p. Kaniza Sharq guruhi birorta bayramda kelib ketishni kanda qilmaydi. Hammasini aytsam juda uzun ro'yxat bo'lib ketadi. Do'st sifatida uyimda mehmonxonada Farruh Karimovichning har doim o'tiradigan stullari bor. Yalla guruhi ham keladi, ammo Farruh aka bir o'zlari ko'p kelib turadilar. Sevara Nazarxon ham keladi. Ovqatlarimni juda yoqtirishadi. O'zi umuman san'at olamida do'stlikni qanday saqlab qolsa bo'ladi? Xohlaysizmi yo'qmi, san'atda raqobat bo'ladi, chunki hammamiz san'atkormiz. Yo'nalishimiz bir-biriga o'xshaydimi, yo'qmi? Xalqqa olib chiqib berayotgan mas'uliyatimiz bitta, san'at asari. Raqobat bilan bir-birini yoqtirmaslik o'rtasida katta farq bor. Bu yerda insonning tarbiyasi yuzaga chiqadi. Farruh Karimovich bilan yaqinlashib ketganimizga sabab mendan yoshlari ancha katta bo'lsa, ham bir davrning odami bo'lganimiz menimcha. Ulg'ayayotgan, tarbiya olayotgan paytimizda bir xil tushunchalar qadrlagani uchun. Olgan tarbiyamiz ham bir-birimizga o'xshagani uchun bo'lsa kerak. Umuman bir-birimizni tushunishimiz juda oson, deydi Nasiba Abdullayeva. Hozirgi kunda Nasiba Abdullayevaning Toshkent to'ylaridagi birrov xizmati narxi $1,500,000 etib belgilangan. Nasiba Abdullayeva boshqa millat qizini kelin qilgani va qaroridan hech qachon afsuslanmaganligini ham aytib o'tgan. O'g'lim Anvar 30 yoshga qadar uylanish haqida o'ylamadi. Bir kuni rus qizini yoqtirib qolganini aytdi. Uchrashdik, bir ko'rishda u qizga ko'nglim tushdi. U iqtisodchi, ishga ertalab ketib kechga qaytadi. Kelinlik vazifasi sabab karyerasi to'xtab qolishini istamayman. Sevimli ishi bilan shug'ullanib pul topishga qarshi emasman. Rus kelin uy ishlarini qila oladimi deb ko'p so'rashadi. Shu kungacha unga biror ishni qilishga majbursan demaganman. Majburlab
bajarilgan ish bilan ko'ngli istab qilinganning o'rtasida katta farq bo'ladi. Yaxshi inson millat tanlamaydi. Men kelinimdan hamisha mamnunman, deydi xonanda. Nasiba Abdullayevaning hamisha ozg'in va xipchabel yurishi bilan bog'liq mish-mishlar ham tarqalgan. Ba'zi muxlislar jarrohlik amaliyotini o'tkazgani va beliga maxsus moslama joylashtirgani haqida aytishadi. Xonandaning og'ir kasal ekanligi haqida mish-mishlar ham quloqqa chalingan. Og'ir kasallikning yakuni bo'lishi kerak. Men ijodni boshlaganimdan buyon qomatim o'zgarmagan. Xipchabellik oilamizga xos. Hatto onam ham 80 yoshda chiroyli qomat egasi edi. Bolalikdan to'yib bir porsiya ovqatni yemasdim. Sababini bilmayman, ammo tanam ko'p ovqat yeyishni istamaydi. Kam-kam va tez-tez ovqatlanaman. Ko'pchilik odamlar kuniga 3 mahal ovqatlansa, men 5-6 marta dasturxonga o'tirishim kerak. Ammo yeguliklarim porsiya jihatdan juda oz bo'ladi, deydi Nasiba Abdullayeva. Nasiba Abdullayeva plastik jarrohlik amaliyotiga rozimi? Plastik jarrohlikka agar zaruriyat yuzasidan did bilan qilinsa hech qarshiligim yo'q. Vaqti soati bilan zaruriyat tug'iladigan bo'lsa o'zim ham murojaat qilaman. Ammo shunchaki husnni butunlay o'zgartirib tashlash hanuzgacha men uchun tushunarsiz holat. Bu insonning ichida psixologik tarafdan qanchalik katta muammolar borligidan darak beradi. Yuzini kino yoki multfilm qahramonlarining yuziga o'xshatish uchun jarrohlik amaliyotiga murojaat qiladiganlarni eshitganman. Hatto so'nggi paytda o'zbek shou-biznesida ham lav va qomatini o'zgartirayotganlar ko'p uchraydi. Shunga e'tibor berdim, deydi xonanda. Xonanda bo'sh vaqtida nimalar bilan shug'ullanadi? Men kitob o'qiydigan paytimda uy jimjit bo'lishi, hech qanday harakat bo'lmasligi kerak. Shu sababli tongi soat 4larga borib uxlayman. O'zim majburlab bo'lsa ham boshqa rejimga o'rgata olmayapman. Shuncha yoshga chiqib ham uxlaydigan vaqtim o'sha. Bolalar, nevaralar kirib ketganidan so'ng mening vaqtim boshlanadi. Uyqum kelgunicha yo kitob o'qiyman, yo biror ma'noli film tomosha qilaman, deydi u.